Assalamu alaykum, kanalına yaxşı bu. Men ötkende ballarım kılgan davamlıq kılımı, yani 6 aylıqdan yuqarı ballağa tabii bolğan mühim bulunmaqqı desem buldum. Bununla men bundaq almışım, normal almış işletdim. Eğer balanlar qavziyat bolup qalğan bolsa, bununla çoqum suluq, yani yeşil almalar suluq bolduğu, qanday almış suluq alma. Almamı qum alma, suluq alma ikki bölümde emasmi? Suluq alma qilsizlar, agar qavziyat bo'lmay qolsa, qanday qilsanglar bo'laverdi. Aldı bilan men buni aqlab, kichik to'g'rib olaman. Mana almani mush holatda to'g'rib oldim. Endi bu almani men bu qozonimga to'kib üstiga normal stakanda bir stakan yoki yarımini qo'ysam bo'ldi. Almani o'zining suvi bo'ldi odatda. Ben bir stakan koydum, 3 alalım boğandan keyin. Yumuşak pişirish uchun. Men 6 oylikdan yuqori balam bor, shuning uchun shu balalarımga pishiraman. Mush holatda qozonimiz qaynayotdi. Buning suvi tugab, almalar yumshab ketguncha pishirmasa, bulmaqdek bo'ladi. Andan keyin bir chatalda azsak, shunda yaxshi bulmaq bo'ldi. Bununla yoki tuz, yoki shakar hech bir narsa qo'shmaymiz, faqat suv qo'shamiz. Shunda yaxshi bir bulmaq bo'ldi. Balalarım yaxshi ko'rdi, ishtahani ochdi degandek. Hem suluq alma ishlatsanglar, qavziyat bo'lgan bolalarga ajoyib foyda qildi. Cho'qim tushlik tamoqqa berishinglar kerak. Suluq almada qilsanglar. Ma'lumni men ba'zan kashkda beraman, ba'zan tushlikda beraman. Lekin shu suluq almalarni tushlikda beribsizlar, har tushlik tamoqqa bersanglar, pishirib, ya'ni hamolatda emas. Qavziyat bo'lib qolgan bolalarga alohida foydasi bor, yani. Men buni sinab baqqan, mening o'g'lim 3 yoshdan oshdi, 3,5 yoshga kirdi. Shu o'g'lim ajoyib qavziyatdi. Uning men shu almaning suluqini har kuni tushlikdan bergandim. Bir oy atrofida qavziyat o'ngshilib ketdi. Yani 3-4 kun önümünde kürüsülü zaten. Lekin men üzüldürmeyi bergandim. Bunun yani tovuqini yepib davamlıq pish qo'yib qo'yaman. Mana hozir almamizning suvi tugidi. Endi men bu chatalda essam, mana ko'rdinglarmi, mushalat ezildi. Yani çümüş bilen men bunun tümür bilen işletmem. Şu çatalla ezgüm kemmedi. Şunu bilen ezdim. Kolayla. İzleri zaten pişip bolğandan keyin mushalatda. Yani bir gram pişirmende sağlamıyoruz, onların ixtiyarı. Yoki mushalatda alsanglarmı bo'ladi. Yani yumuşak yeyaleydi. Bu aqlarni yeyaleydi. Ezib etiblam yegizsanglar bo'ladi. Mana ezildi buningda. Buni hozir men o't mejirab sug'ishga qo'yib qo'yaman. Bu tabiiy bo'lgan, hech qanday narsa aralashmagan, hamda yaxshi. Balalarni yaxshi ko'rib yeydi. Bas gap qilsam, buning puruqining muzlikligidan yegim kelyapti. Mana ko'rganinglardek suyuning hammasi tugidi, suv yo'q, faqat mana so'larning hammasini pravostda pishib bo'ldi. Buni men sug'ishga qo'yib qachig olaman. Mana bizning buloqimiz sug'idi mushalatda. Endi buni mana bu şekilde ko'rdinglar. Shundaq yeyishlik, chaynash ketmaydi. Ham tomoqni chaynab turishni yaxshi emas. Balalarim yaxshi surib yeydigan bir bulmaq tayyor bo'ldi. Musharatda qilib bersanglar bo'ladi almada. Ham azmni yaxshilaydi, ishtahani ochadi. Alma degan tabiiy, foydali, ziyonli tarafi yo'q. Musharatda yana inshaalloh boshqa mazmunlarni davomli qidiringlarda bo'ladi. Abone bo'lib qo'yib, taqib qo'yishni unutmaysizlar inshaalloh. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Yana boshqa savol yoki boshqa tushunmagan nimalar bo'lsa, yorumlar qismiga yozib qo'ysanglar, men javob qaytaraman inshaalloh.